Ey hojim, nigohdagi qabul qildim degan so'zingizga ishondim. O'zimni bag'ishladim degan va'dani berib qo'lingizdan tutgan bir ojizaman. Endi meni otam, onam, akam, ukam-u opa-singlim ham sizsiz. Meni yolg'iz qoldirmang hojim. Behuda rashkimni, noo'rin jahlimni ham, yosh boladek kulishim, sababsiz yig'lashimni gohida o'zim ham tushuna olmaydigan fitratimni erkalik yoki injiqlik deb emas, qiyshiq qovurg'am deb qabul qila qoling begim. Alloh umringizni uzun, rizqingizni ulug' qilsin. Chekayotgan barcha zahmatlaringiz, qilayotgan mehnatlaringizni Robbim qiyomat kuni foydangizga hujjat qilsin. Sizni Robbim siylasin. Men siz haqingizga shunday duo qilaman.